Shu 3 ta sababini aytsam ham podvolingiz ustiga oyna qildirmasangiz bilmadim endi, okey. Nimaga o'zi podvolga oyna qilinadi? Birinchi sababini aytaman. Birinchi sababi podvolga suv tushmasligi uchun. Ko'p xonadonlarda suv yomg'ir tushadi, tarketi, romlarni cheti mog'orlab ketadi, ishib ketadi tarketlari. Ikkinchi sababi nimaga qilinadi? Qor tushganda yiqilib tushish katta ehtimoli bor. Qor yomg'ir tushganda yiqilinadi, zinani oxirigacha sanab tushilinadi yiqilganda ham, oddiy yiqilmaydi. Umurtqa podzanoshniy sinish ehtimollari bo'ladi. Xo'p, uchinchi sababini aytaman, bu bolalar uchun xavfsiz bo'ladi. Hozir oyna yo'q deb tasavvur qilsanglar, bu yerdan bolalar tushib ketish ehtimoli bo'ladi. Perilli qildirsanglar, undan oshib tushib ketishi ham mumkin. Bizani agar oynani qildirsanglar, вообще безопасный bo'ladi. Bemalol ustida ham sakrab yuraveradi. Buni oynani 2 qavat qilsa ham bo'ladi, o'rtasida plyonkalar qilib, baqvat qilib qilsa ham bo'ladi. Biz hozir bu yoqqa 10 talik qilib berganmiz. Shuni o'zi ham meni bemalol ko'taryapti. Sizlar podvolinglarga nima qildirgan bo'lardinglar? Izohlarda yozib qoldiringlar.